Bu safargi xizmatga shahar o'zida 12 kishiga chiroyli iftorlik tayyorlab berish uchun bordik. Xizmat qiladigan xonadonimiz Mirzo Ulug'bek Energy domlarida joylashgan ekan. Liftda narsalarni tepaga olib chiqib, ishlarimizni boshlab yubordik. Stol ustiga qo'yiladigan narsalarni tayyorlab, orada birinchi ovqat uchun qaynatma sho'rva ham solib qo'ydik. Mijozimiz keladigan mehmonlarni chiroyli kutib olishimiz kerak deb aytganlari uchun hamma narsani sifatlisidan tanlab olib kelganmiz. Iftorlik uchun kerak bo'ladigan hamma narsalarni tayyor qilib, dasturxonimizni ustini yasatishni boshlab yubordik. Ikkinchi ovqatga choyxona paloni narsalarini tayyor qilib, pastda joylashgan letniy kuxnada chiroyli qilib qovurib solib qo'ydik. 12 kishi uchun tayyorlagan stolimizni o'zingizlar ko'rib baho berishingiz mumkin. Mehmonlarimiz kelishligiga ikki xil salat tayyorladik. Birinchisi o'sha hali ham trenddan tushmayotgan xurstashi baqlajon, ikkinchisi vitaminlarga boy bo'lgan buratta salati. Agar sizlar ham uyda shunaqa yig'in o'tkazishni rejalashtirayotgan bo'lsanglar, prokat uchun chiroyli posudalar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Og'iz ochilganidan keyin somsa, birinchi, ikkinchi ovqat shirinliklarni berib, xizmatimizni tugatdik. Agar xizmatimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishni esingizdan chiqazmang.